Assalomu alaykum do'stlar. Endi qish kunlari do'chchani qidirib yurishni keragi yo'q. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ranglari tiniq, juda ham mazali, bittada qarsillab chiqadigan do'chcha tuzlashni ko'rsataman. Ishimizni danaga qotmagan do'chchalarimizni muzdek tuzlik suvga solib qo'yishdan boshlaymiz. So'ngra bankalarimizni 20 daqiqa issiq suvga solib qo'yamiz. Tabiiyki, do'chchani asl ta'mini qishgacha saqlab qolish qiyin. Siz ham shu usuldan foydalanib, do'chchani yarim ta'mini bemalol saqlab qolsangiz bo'ladi. Tozalangan bankamizga do'chchalarimizni solib to'ldirib, 1 osh qoshiq shakar, 1,5 osh qoshiq tuz, 100 gram uzum yoki olma sirkasini qo'shib, issiq suv solib bankalarimizni to'ldirib olamiz. Do'chchamizni endi xushxo'r qilish uchun 2-3 parrak limondan qo'shib bankalarimizni yaxshilab yopamiz. 3 kundan so'ng bemalol ochib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Qish kunlarida ochib yemoqchi bo'lsangiz, muzdek joyda turishi zarur. Do'chchamizning ta'mi esa sizni o'ziga albatta muxlis qilib qo'yadi. Siz ham hoziroq albatta tayyorlab, qish kunlari yaqinlaringizni do'chcha bilan xursand qiling. Shu o'rinda meni barcha videolarimni qo'llab turgan ashaddiy muxlislarimga rahmat deb qolaman. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.